Arzimas noxushlardan ko'nglingizni tushirmang. Asabiylashmang, ularni tuzatish. Demak, bu rasmdagi o'quvchilarimiz to'g'ri kelyaptimi? Sizda boyagi arzimagan narsaga jangingiz chiqib ketaveradigan, asabiylashadigan xususiyat bormi, yo'qmi? Agar bor bo'lsa, sizga mana shunday maslahat bergan bo'lardi. Bu yomg'ir. O'zingizga yolg'iz sezib, tushkunlikka tushmang. Do'stim, birodaringizga e'tibor bering. Bu bilan nima demoqchi? Siz o'zingizni yolg'iz his qiladigan odamlar deydi. Ko'proq yomg'irda yolg'iz yurishingiz xohlagan odamlar bor. Shunday odamlarga deydi, tushkunlikka tushib yurmang. Atrofingizga boqing, do'st birodarlarga qo'shiling demoqchi. Barakallah. Keyingi rasmimiz izohi. Malika Sizning ochiq yuzligingiz, shirin so'zligingiz, quvnoqligingiz hammaga birdek yoqadi. Hammaga birdek yoqadi. Demak, sinfimizda bunday o'quvchilarimiz juda ham ko'p ekan. Sizni demak mana shunday ochiq yuzligingiz, shirin so'zligingiz doim do'stlaringizga, ustozlaringizga yoqar ekan. Barakallah. Juda ham yaxshi. Katta misol ko'taradimi? Hammamiz mana shunday quyosh nimasida, rasmida shirin so'z, ochiq, kulib yurgan o'quvchilar bo'lsak, yana ham yaxshi ekan. Aziz o'quvchilar, men bilamanki, siz matematika darsini juda ham qiziqib o'zlashtirasiz. Qanday amallarni o'zlashtirasiz? O'rganasiz matematika darsida. Qo'shuv, ko'paytiruv, yig'indi topish va aytasiz. Men sizga bir misol bersam, topa bilarmisiz? Qani, sinab ko'ramiz. Savol, bulut, qo'shuv, yomg'ir, qo'shuv, quyosh va yig'indi kerak sizga. Nima deb o'ylaysizlar? Bemalol fikr bildiring. Bu odamni ta'riflagan anaqa bu yerda kelyapti. Bulut, yomg'ir, quyosh Bitta javob qo'shiladigan. Bitta javob kerak. Sen O'rta holatdagi odam. o'rta holatdagi odam, marhamat. hammasi men fikrimcha hammasi qo'shilsa kamalak. Kamalak deydi. Yana kimda qanday fikr bor? Qani, mana shu misol ostida, ya'ni yig'indi so'roq belgisini o'rnida nima chiqishi mumkin? Ya'ni qanday so'z chiqishi mumkin? Boshqa hech kimda javob yo'qmi? Ob-u hayot deydi, suvning xususiyati chiqishi mumkin. Yana tasmas. Bahor. Yaxshilab o'ylab ko'ring, yaxshilab o'ylab ko'ramiz. Bir tarafda bulut, bir tarafda yomg'ir, bir tarafda yosh turibdi. Va siz nimani kuzatyapsiz? Kamalakni hayotda kuzatganmisiz? Kuzatganmizni. Demak, bu misolimizning javobi kamalak ekan. Kamalak haqida kim nima biladi? Kim nima
biladi? Demak, kamalak. Javobimiz kamalak chiqdi. Bugun kamalak bizning darsimizning mehmoni. Sizlarni javobingizni darsdagi faoliyatingizni kuzatib turadi-da, dars so'ngida siz bilan qayta bog'lanadi. Kamalak haqida kim nima biladi? Qani aytib ko'rishim. Kamalak qachon paydo bo'ladi? Hech kimda javob yo'qmi? Hayotda kamalak kuzatgan. Tuzilishiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Muz, gaz va suyuq holatda. Shundan siz nima Shundan biz suyuq holatdagi suvni aytib o'tmoqdamiz. Suvning yer yuzida suvning 70% yer yuzida suv tashkil qiladi. Yer shari 70% demoqchi. Tashkil qiladi. Bu 70% dan atiga 2,5%gina ichimlik suv hisoblanadi. Bu ichimlik suvlari juda ham ko'p mamlakatlarda bor bo'lgani bilan ichimlik suvga muhtoj bo'lgan odamlar ham ko'p. Juda ham yaxshi. Yana birinchi guruh suv haqida. Qayerlarda biz suvlarni ko'proq ishlatamiz yoki suvga duchor kelamiz? Sizga biz ko'pincha turli daryolarni, tog'larni ostida ko'p suv bo'ladi deb men o'ylayman menimcha. Daryolar, dengizlar, okeanlar, ko'llar, ariqlardagi suvlar yana kundalik hayotda ishlatamizmi? Kundalik hayotimizda suvsiz hayot yo'q degan mavzumiz bor edi-ku. Demak, kundalik hayotda biz doim suvdan foydalanamiz. Barakallah. Qani ikkinchi guruh sizda qanday rasm? Qo'lingizga olib, izohingizni berishingiz mumkin. Qanday rasm? Rasmi. Bu muzning rasmi deydi. Biz muzlarni ko'pincha sovuq kunlarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, Suvning qanday holati bu? Qattiq holati. Qayerda duch kelamiz muz holatiga? masalan, O'tgan darslarimiz esingizga tushing. Muzliklar degan mavzular o'rgandik. Antarktidalar, biz qor yog'gandan keyin ham muzlarni uchratishimiz mumkin, chunki tomdan tushayotgan suvlar muzga aylanib tushadi. U haroratning sovishi oqibatida nima bo'ladi? Muzlar ko'p tushadi. Barakallah. O'tiramiz. Keyingi guruhimizda qanday rasmlar? Shahnoza, bu jumlasi nima rasmi ekan? bu kun isib turganda, qaynab turganda chiqadi. Ya'ni suvning nechinchi holati? 3-chi holati. Ya'ni gazsimon holati. Shaylarni qaynatayotganda bu qaynab ketgandan, suv qaynab ketgandan bu chiqadi. Yana o'rtoqlarimiz ham javob berish mumkin. Yana qayerda bu holatimiz ko'rsak bo'ladi? Qish kelganda uylarning derazasi Oynalarda bug'ni ko'raman deydi. Adina, ko'rsa bo'ladimi? Oynalarda nima qilasiz? Bunga mazza qilib rasmlar chizib qo'yasiz. Yaxshi, yana qayerda bug'ni ko'rsa bo'ladi? Yozda ko'l va daryolarda daryolar isiganligidan bug' chiqadi. Biz uni kuzatmaganmiz, lekin amaliyotda tekshirilgan bo'yicha xuddi ana kun isishi oqibatida dengiz ko'llarda suvlar har bo'lib, ya'ni bug' bo'lib osmonga ko'tarilishi mumkin. Barakallah. Aziz o'quvchilar, demak guruhingizda ham aynan mana shu rasmlarga bergan izohingiz bilan nomlaymiz. Ya'ni suv guruhi, muz guruhi va bug' guruhi deb nomlaymiz. Xo'p, o'quvchilar, albatta bugun mana ko'ryapsiz, guruh bo'lib bizning darsimizni amalga oshirmoqchimiz va topshiriqlarimiz bo'ladi har bir guruhimizga va alohida o'quvchiga ham topshiriqlarimiz bo'ladi. Buning uchun sizni nima qilishimiz kerak? Baholab borishimiz kerak. Baholash mezonlarini quyidagicha belgiladik. Qanday? Baholashimiz qanday usul tanlaymiz? Gullar deb tanladik. Xo'p, gullardagi gullar uchun bizga nima kerak? Suv. Rasmga qarang. Guldon kerak. Guldon kerak. Yana gullar kerak ekan, gullar kerak ekan. Va albatta bu gullarni chiroyli ochib turish uchun suv kerak. Nega biz ko'proq suvga to'xtalyapmiz? Chunki gullar
savollarga masalan to'g'ri javob bersangiz, guldomni suvga to'ldirib olamiz. Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Agar javobingiz o'rtacha bo'lsa, to'liq bo'lmasa, suvni yarmini olishingiz mumkin. Tushunarli? Mana har bir guruhingizga ish ahvolatining asosini to'liq anglash va hikoya yozish. Ta'limiy maqsadlarimiz shu ta'limiy maqsadlardan kelib chiqib, darsimizning bugungi maqsadi suvning qadri haqida tushunchalarni kengaytiramiz. To'g'rimi? Biz shu kungacha o'tdikmi? Suvni qadrlashni, e'zozlashni, isrof qilmaslikni o'tdik va yana fikr mulohazalarni atroflicha yetkaza oladi, ya'ni o'quvchilarning fikrlari va atoqli otlar haqida bilib olamiz deydi. Xo'p, ana endi o'quvchilar video lavha tomosha qilishimiz kerak. Video hop. Osmonimizdagi bulut judayam ko'psiz tomchilardan iborat. Bu so'zlar yer yuzida yomg'ir tomchisi yoki bo'lmasa muz bo'lakchalari ko'rinishida qayd etiladi. Suvning gaz holatdagi ko'rinishi muz deb ataladi. Tuman, bulutlar va choynak qaynagan vaqtda chiqayotgan muzlar suvning gaz holatiga misol bo'la oladi. Bundan tashqari, qishda bulutlardan muz bo'lakchalari va qor parchalari yuzaga chiqadi. Muz va qor suvning qattiq holatdagi ko'rinishidir. Qani bolajonlar, keling endi sizlar bilan tajriba o'tkazamiz. Bir bo'lak muz parchasini olamiz va buni tugalgan plitasiga idish qilib solamiz. Muz suvga aylanadi. Isitishda davom etamiz. Suvning yuzasida muz o'tilgan darslarda olgan ma'lumotlarimizga ham tayansangiz bo'ladi. Chunki biz buni bir qancha xususiyatlarini o'rganamiz. Shaffof bo'ladi. Suvning 70% dunyoda mavjud. Yer yuzining 70% suvdan iborat deb to'g'rilaymiz. Yana Qand suvda ham eriydi. qand suvda eriydi. Yana eshitamiz. Tinglashni yaxshi amalga oshirmayapmiz. Tinglaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasa, mayliklardan o'ziga aslo. Bu ikkita o'quvchimizning javoblarini qabul qilamiz. Chunki guruhdan ajralib chiqib javob berishni o'zi ham masala emas. Mana Sevinchga. Keyingi guruh. Chiqamiz. Himoya ko'ramiz, klasterimiz. Nimalarni yozdingiz, nimalar yaradingiz? Suvning xususiyatlari. Suv o'tsiz, rangsiz, kimyoviy modda. Suv hajmsiz bo'ladi. Suv kislorod va vodoroddan tashkil topadi. Suv ta'msiz bo'ladi. Yaxshi, bo'ldimi? Bo'ldi, asqaramiz. To'g'ri javob beryaptimi o'quvchilar? Guruhlar javobini eshityapmiz. To'g'ri javob beryapman bo'lsa, siz to'g'ri deb baholab turaman.
O'quvchilarimiz eshitib to'g'ri bo'lgani uchun ularga bitta jumlalar sovg'a qilib qo'yamiz. Tezda keyingi bo'lib chiqamiz. Kimlar chiqdi? Hisoblaymiz. Suvning qurilishida xususiyati aniqlangan. Albatta olimlar tomonidan. Suv holatiga ko'ra suyuq, buv va qattiq holatda bo'ladi. Suv ta'msiz bo'ladi va rangsiz. Rangsiz. Suvning rangi bo'lmagan, u shaffof holatda, ya'ni tiniq bo'ladi. Suv hidsiz. Suv bir moddali molekula hisoblanadi. Juda ham yaxshi javoblar. O'tilgan darslarimizga ham biroz nazar tashlash kerak. Barakalla, assolama. To'g'rimi o'tilganlar? Guruhdoshlaringizni javoblari to'g'ri bo'lsa, ularga ham dastalarni berib qo'yamiz. Xo'p, demak o'quvchilar, mana shu keltirgan so'zlaringiz, video lavhalarda, umuman darsimiz davomida keltirayotgan suv haqidagi ma'lumotlaringiz bizda qaysi turkumga mos bo'lyapti? Nega? Chunki bizlar hozir grammatik mavzularimiz qaysi edi? So'z turkumi haqida ma'lumotlarni o'zlashtirar edik. Barakalla. Ana endi yozma topshirig'imiz bor. Hamma darslikka qarasin. 161-bet. Matnni o'zlashtiring, asosiy fikrni yozib oling va otlarni aniqlang. Matnimizni ikkinchi qismidan boshlab yozamiz, chunki bizga aynan kerakli bo'lgan ma'lumotlar shu qismda berilgan. Do'stkamizda ham turibdi, darsligingizda ham bor. Chiroyli qilib mashq nomeri bilan matnni yozib olamiz. Matnimiz demak 3 gapdan iborat. Guruhni klassleri qanday chiqdi? O'zingiz guruhlar baholab oling. Ikkinchi guruhimiz to'g'ri javob berdi. Javoblari menga yo'q. Uchinchi guruh qanday javob berdi? Klassleri chiqib. Qaysi biri yetsangiz, yonimda kun edi, quyosh. Javobimizni qarab ko'ramiz. To'g'ri. Barakalla. Ana endi yozma topshiriqlarimiz bajaring. Kim bajarib bo'ldi? Birinchi gapni kim yozib bo'ldi? Birinchi gapimizni yozib bo'lganlar do'stlardan oldin o'qib aniqlab berish mumkin. Qanday? Har yili 22 mart kuni Jahon ahli haj oyolar suv resurslarini muhofaza qilish kuni nishonlanadi. Jahon ahli. Mana to'g'ri. Suv nima? Xo'sh. Yana bormi? Kun. So'zlar. Yana resurs degan so'zni ham asal bo'ladimi? So'z. Belgi chizingmi? Chizib qo'yinglar, kamchilik bo'lsa. Ana shu so'zlarimiz qaysi turkum ekan? So'z turkumi ekan. Barakalla. Shavnazaga yana bitta sovg'a qilib qo'yamiz. Barakalla, bizning darsimizda aktiv bo'lyapti. Kim bo'ldi? Sizlar to'g'rimi? Hayır. İstediğiniz bo'yicha mana gapni eshitdingizda 3 tarafdan chiqdi, demak. Bu shartimizda suvlarimizni yarim qismi, ozgina qismini olib qolamiz. Chunki javoblarimiz oxirigacha bo'lmay qoldi. Vaqtimiz ham sal ko'p qoldi. Harakatlar. Xo'p, ana endi o'quvchilar nazarimizni sirli qutiga qaratamiz. Keyingi topshiriqimiz sirli quti. Sirli qutimizni ichida yulduzchalar bor. Yulduzchalardan orqasida so'zlar yashiringan. Asar nomlari yashiringan. Asar nomlari qaysi bir turiga kiradi? Endi siz hozir shu asarlardan bitta tanlab olib, suvga bog'liq joyini tez gapirib berishingiz to'g'ri keladi. O'rtaqarimda bilganlar turib gapirasiz. Nima tushdi? O'rtaqarimda ohu she'ri. Tez eslanglar, qaysi joyda suvga bog'liq bo'lgan qismi bor ohu she'ri. Bu yerlarda ohu she'rining tugayotgan joyda bola suv tomonga qochadi. Bolami yoki suv tarafga qochadi, yana aytingiz. Yana jardan o'zini suvga oladi. Qaysi asar tushdi? O'rtada. Oqqina qissasi deydi. Ashta turadigan bolaning yana oldida dengiz bo'ladi. Dengiz oqib o'tgan edi yana. U babasi unga kishinday qilib tavsiya qilib bergan bo'ladi. Toshlarni. Asarimiz oxiriga nesi? Oxirida u arazlab ketib qoladi. O'zini suvga bu
hozir oxirida o'qib oladi, shunga zo'r. Yo'q, suvga bog'liq bo'lgan joyda ham dedi. Suv haqida deyishimiz. Yo'q, suv haqida deyishmaydi. Bu bola Qancha dedi? Jamila degan qizdan qiz bo'ladi, keyin Yo'q, suvga bog'liq joy desang. Demak, javob yo'q hozircha. Tengsiz. Bitta yana. Dodostoni. Yaxshi, kundaringizga yozib. 150 ta o'qish mashqini, 60 topshiriq. Suv hayotingiz mavzusida hikoyangizni yozib kelasiz. Kundaringizga olasiz. Va darsimizni oxirida refleksiya, ya'ni kamalak usulida refleksiyani bajaramiz. Ya'ni darsdan olgan ma'lumotlaringizni mana bu